O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi 31 yoshga to'ldi. Tashkilot 1994-yil 8-aprelda aksiyadorlik jamiyati sifatida o'z faoliyatini boshlagan. O'tgan 31 yil mobaynida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi haqiqiy bozor infratuzilmasi sifatida tovar bozorlarida shaffoflik, sof raqobat muhitini yaratish va innovatsion rivojlanish yo'lida ulkan muvaffaqiyatlar va o'sishlarga erishdi. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi yaratilgan infratuzilma va elektron savdo maydonchalari, sotiladigan tovarlarning assortimenti bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining tovar birjalari orasida birinchi o'rinni egallaydi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi O'zbekiston ulgurji tovar bozorining salmoqli qismini egallab, mamlakat iqtisodiyotining o'sishida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi 5 yil davomida birja orqali tuzilgan bitimlar hajmi 3,5 marotabaga, mijozlar soni 2 barobarga, rentabelligi 3 barobarga va sof foyda 4 barobarga oshdi. UzEx birjasida asosiy platforma birja savdolaridan tashqari elektron tijorat sohasiga aloqador bo'lgan 6 ta savdo tizimlari mavjud. Birjaning tarkibiy tuzilmasiga 13 ta hududiy filiallar hamda respublikaning barcha tumanlarida joylashgan 275 ta savdo maydonchalari va dunyoning turli mamlakatlarida o'z faoliyatini yuritib kelayotgan 40 dan ziyod xorijiy savdo maydonchalari kiradi. Shu bilan birga birja mijozlarining umumiy soni 500 mingdan ortiqdir. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining rivojlanish strategiyasiga tovar bozorlarida birja savdolari hamda elektron tijorat sohalaridagi yetakchilikni saqlab qolish, birjalararo hamkorlikni yanada kengaytirish, mavjud bo'lgan savdo tizimlarini yanada takomillashtirish va yangi savdo instrumentlarini joriy qilish kiradi. Biz bundan keyin ham ko'rsatilayotgan birja xizmatlari sifatini yanada yaxshilash va bundan ham yuqori natijalarga erishishda uzluksiz ishlarni davom ettiramiz. Birja nafaqat ichki tovar bozorini ommaviylashtirish, balki xorijiy ishtirokchilarni jalb qilish va birjalararo hamkorlikni kengaytirishga ham katta e'tibor qaratib kelmoqda. Bugungi kunda dunyoning ilg'or tajribalarini o'rganish va biznesni kengaytirish uchun O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi, London Metal birjasi, Nasdaq birjasi, Chicago va New York birjalari, Intercontinental birja, Xitoy, Yaponiya, Germaniya, Birlashgan Arab Amirligi, Pokiston, Hindiston, Turkiya, Malayziya, Singapur, Indoneziya birjalari bilan faol hamkorlik qilmoqda. Birja Xalqaro Futures bozorlari assotsiatsiyasi, Xalqaro Futures industriyasi assotsiatsiyasi va Yevropa Osiyo birjalari federatsiyasining a'zosi hisoblanadi. Birjaning samarali korporativ boshqaruvi jamiyatning menejerlari va aksiyadorlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi, biznes jarayonlarini optimallashtiradi, uning faoliyatining shaffofligini oshiradi hamda kompaniyalarning barqaror va izchil rivojlanishiga xizmat qiladi.